Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun biz uchun xushalliq bir kun desek bo'ladi. Gollandiyadagi Uyg'urlar tunigundan beri bizningki ikronimizni ko'rib turayotgandek olimimiz, doktorimiz Erkin Sidiq akamizni kutib oldik. Gollandiya tunigundan beri yana Turkiyadagi aldirash xizmatlarini tugatib, yana tunigundan beri xizmat qilyapti. Gollandiyadagi Uyg'urlarga tunigun leksiya berdi, leksiyasini anladık. Ondan başka bugün yana bir leksiya beriş için bugünkü yani yığılgan yaşlarga özünki ilmini beriş için tayyorlanayotidu. Ben şu aralıkta vakit çıkarıp bizninki Uygur Qarindoshlik studiyasiga ziyoratga kelibdi. Ben bundan yani özümni teklif qildim. Bundan ait xursand bo'ldim ve bizninki Uygur Qarindoshlik studiyasining ishxonasida Doktor Erkin akamizni kutib oldim. Assalomu alaykum Erkin aka. Va alaykum assalom. Studiyamizga hoş geldin. Nayt hoş buldum. Allah razı olsun. Rahmet. Sizden Allah razı olsun. Millet üçün naytıcık acılan sındırvatsız. Köpçe bağdancık vatsız. Keç gündüz tırışvatsız. Bunu halkımız bundan buludu. Ben bundan bulumen. Size köpten köp rahmet eyledim. Hizmetlerinizden biz indayin minnettar. Sizlerdeki çoğunlarınki bizdeki yaşlarınki bir kılımız dep anca munca bir tevrenip kılıvatkan küçük hizmetlerimizge destek verip bunda bir ziyaret kılışınla, kelişinla bizge destek verişinla biz için bek çoğun bir iş. Çünkü bazen neslerini demey bulmaydı. Çoğunlarının yaşları destek verişi de nahit zayıf boğan. 5-10 yıl mabeyinde. Çoğun teşkilatlarının küçük teşkilatlara destek verişi yoki çoğun rehberlerninki yaşlarga destek verişi, qo'llashi meselesinde eğer bir zayıflık bo'lgandi. Ama yakından beri özlerinin xabari var, xalq uyg'ondi, yaşlar uyg'ondi, kishilar uyg'onib yangi ideyadagi yangi teşkilat va yoki yangi shaxslar o'tirg'i chiqib, shaxsmi xizmat qilyapti, teşkilatlarni xizmat qilyapti. Ama bugün şunu ko'ryapmizki, cho'nglarimiz, rahbarlarimiz va sizlardagi olimlarimiz qo'llash nisbati yuqori bo'ladi. Shuning uchun bir so'zlari. Şuna qo'llab kelganlikleri uchun onlarga ayrim bir rahmat aytaman. Hemen sizning vaqtlarni ag'im yo'q chunki yana aldirash xizmatiga tushib ketayotgan gap. Gollandiyaga tunigundan beri kella. Tunigun ayat leksiyani angladik. Vaqt nəhayət qismi bo'lganlik uchun yana nurg'un taraflarni anglay olmay qoldik leksiyaniki. Gollandiyaga kelgandan keyingi bir ta'sirotlarni bir kichik anglab baqsak, undan keyin boshlaymiz. Buldu. Aldılar nasıl diyen gepetler ilk az kaydırıp gel. Şimdi al chet elde onlardan Uygur ziyalıları var. Ziyalık saatine iyi Uygurlarımız var. Yani bizimiz vatan to'lg'an, kimligimizden qiyin yashab afgan, chet elga chiqib o'qishmaganlarimiz o'qishmagan saat o'qib bilimli bo'ldi. Endi bizniki bir bilimning zakatini berish majburiyatimiz var. Endi taki yaqingacha bu ishlar bo'lmaydi. Lekin sizga o'xshash Ahmadjon elimizdek fidoyilarning tirishchanlik bilan mushtaq so'rovlarni hozirlashlar bilan endi ziyolarningmi o'tirib chiqib o'ziniki bilimini xalqqa yetkazib bilimning zakatini biladigan fursatlar yaratildi. Mushtaq bir muhitlarni bunun sizlarning to'plangan intayin ko'p. Endi menga mushtaq bir fursatlarni yaratib berganlarga intayin rozi, intayin minnatdorman. Bunga qancha rahmat aytsammi ozlik bo'ldi. Tünögün Gollandiyaga kelgandan keyin bu yerdagi qarindoshlar haqiqatan men intayin yosh kutib oldi, aydirmaga chiqib lekin nimani leksiyalarni o'rnashtirib degandek. Men endi hozir chetga chiqib aynishda leksiya beradigan yerlarga imkon bor. Shanba yoki shanba kuniki birini to'g'rilab berishga tirishib kelyapman. Gollandiya mashtaq bo'ldi endi. Tünögün shanba kuni aydirmadan tushib futurlablamkin leksiyasi ayagilam. Endi tünönki minna ta'sirlangan ahvollarni aytib qarindoshlar kelibdi. Belgiyadami qilja qarindoshlar kelibdi. Bu yerga Germaniyadami kelibdi. Ular kam deganda 200 kilometrdan 300 kilometrdek olg'ani besib keldi endi. Shunga intayin ta'sirlandim. Men shu qarindoshlarniki rozi bo'lishini so'rayman. Meniki leksiyalarim ularniki o'ylig'imda chiqdim chiqmadim bilmayman. Lekin o'zim intayin ta'sirlandim.
Andan keyin belki dostlarniki mehmon do'stligi, manga bo'lgan qizg'inligi, kuyinishi meni intayin hayajonlantirdi. Xuddi o'zimniki vatanga kelgandek ashtaq bo'lyapti men. Men 2009-yil vatanga borganda ashtaq bir tuyg'u bo'lgan. Ondan keyin undaq tuyg'ular, undaq hissiyotlar biroz o'lib qolgan endi. Bu qatim Turkiyada mana shundaq, Gollandiyada mana shundaq o'zimni aytdi, hayajon bir xil bayram kayfiyati ichida shunchalik bir hayajon ichida o'tyapman. Shunga boshqalarga men yashirib qoldim deyapman. Bu qatim chiqqan yoqqa sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Barliq bu qatim meni qizg'in kutib olgan qarindoshlar, tashkilot rahbarlari hammaga ko'pdan ko'p rahmat. Allah razı olsun. Yani Türkiye'de sizning qilayotgan xizmatlarini takip etib ko'rib turyapmiz. Yani Facebook'tan, WhatsApp'dan ciddi bir vaqt ichida o'tgandan deyishdik, bir uxlashga vaqt chiqaramay ba'zida. Kunduzlar paranglashib o'tib ko'z yumilib qolgan ahvollarni mangladik. Vaqt shunday jiddiy. Bundan da bir charchash bo'latamdi. Qarindoshlar ovozimizni toza yaqin olyapti. Biraz yaqinroq kelsinmayli, biz yaqinroq biz Oldu. Bu bizim his qilimiz hamda bizni sizlar qaraganda yosh, ammo sizlar bizni yoshga cho'nglarniki bundoq jiddiy tarafdan leksiyalar ayırıp olan seperi, mashina seperi, ondan keyin bu seper deganninki asını yo'q. Bu charchashlar sizlarga qanday bir ta'sir berdi? Buningda Endi ba'zi charchashni sog'lom bo'lmaykan. Masalan, ko'zim ichil xil bo'lsa, kurishga kelganlar paranglashib, maslahat berib, qolgan do'stlar bilan suhbatlashib deganni qilib keldim men hozir. Ba'zi haqiqatan siz degandek paranglashib o'tib ko'zim yumib qolgan vaqtlar bor. Herhalde yaxshi. O'zim hozir shu menga bo'lgan muomala, meni qarshilash kayfiyatlari shunday o'zim hayajonlanib, burunga qaraganda sal yashirib qolgandek, ruhim qolgandek. Bu ishlar egri kelmaydi qat'iy. Herhalde aytdi, udan ko'ngillik o'zimni aytirazi. Bunu nimish sordum deganda bugungi bu oddiy bir savolninki tigida cho'ng bir millatninki diqqat qilishga tegishli cho'ng bir narsa yotadi aslida. Shu qo'llash masalasida mening yurgamdagi so'zni aytsam, men bu ishni qanday ishlayotgani masalan 3 oy bo'lgan bo'lsa, men asosan 7-8 oydan beri yoki 1 yildan beri yolg'iz ishladim. Teşviqat ishlarini yardım qilayotganlar bor. Masalan, texnik jihatda, ammo shu bir qatim yo 2 qatim ish kelsa 3 qatim yardım aldım texnikada. Masalan, ba'zan texnikalik masalalarda. Undaki ishxonaning chiqimi masalalarda bir qancha qarindishimizning moddiy yardım bilan buni olib ketyapmiz. Ammo endi Allah razı olsun, rahmat, yaxshi qilyapsizlar degan bilan yashayapmiz yani. Chunki biz kelayotgan hujum intayin yuqori. Xitoydan taq keldi, oilamizga taq hujum qildi. Sizlarga o'xshash. Ammo shu destek bilan yashamasak biz tuvan holatga tushib qoldik ekanmiz, jiq chekinib ketdik ekanmiz shaxsan bizlarda. Shunga millatimizdagi qo'llash, desteklash nisbati sizlarcha bir muvofiq bo'layotamdi yoki bizde bu burundan acizmeti yoki biz bunu to'g'ri usulda millatimiz bir inson chiqib bir olim bo'lsin, bir xizmat qilaman degan bir odam maydonga chiqib xizmat qilsa Uyg'ur xalqi zodi uni qo'llayayotamdi bugungi kunda va yoki tunugun. Bundan keyingi shu qo'llash masalasida sizning ko'z qarashlar qanday? Endi men miyakilishdan burun oldingi 3 kun payshanba, juma, shanba kuni Uyg'ur akademiyasidagi İstanbul'daki yig'inga qatnashdim. Aşağıda bu Uyg'ur ziyolilariniki ang masalasi o'tirib tushdi. Onun o'to'liq qism ko'z qarashlar bor. Men bu o'zimning ko'z qarashini o'tirib qo'ydim. Endi bu yolg'iz ang masalasi emas. Uyg'ur ziyolilariniki endi boshqa bir qism fidokorlar bilan seçtiğince aktifligi boshqa bir qism fidokorlar bilan seçtiğince biraz tuvaroq ko'rinadigan taraflari bor. O bo'lgan endi. Lekin yaqinda xili zo'r ilgirlash bo'ldi bu jihatda. Endi boshqalarniki aktivchiligi yuqori bo'lmaslik, qilgan ma'lum bir ishga ovoz qo'shmas ishlari yolg'iz ongni masalasi emas bu. Qilmoqchi bo'lgan ish
Ondan keyin yetaklash usuli bilan munosabatli. Uyg'ur ziyolilari odatdagi anchalik ko'p o'qiolmagan kishilardan sal farqlanadi. Nima desangiz, ishlarni aytib ko'p o'ylaydi. Logika o'ylaydi, bosh aqlni o'ylaydi, ashtaqa yurib ish qildi endi. Agar qatqa ishniki to'g'riligiga yoki ahamiyatligiga ishlanmasa, ular jim turib oldi, sukut qilib oldi endi. Shunga buni men har ikki tarafdan ko'raman. Hozirga qadar to'g'ri yetaklagan chog'da jim yetib olgan odamlarni ancha uchirib boqmadim shaxsan men. Shunga ikki tarafdan o'ylayman. Endi sizni ko'p terishyapsiz. Siz garchi o'zingiz ma'lumot to'g'ri qilyapman degan bir qiziq ishlarni ziyonlar to'g'ri qilyapti deb qabul qilmayotgan taraflarim bo'lishi mumkin. Siz amaliyot jarayonida bir qism tajribalarni o'rgansiz, to'xtamay o'zingizni yaxshilatmoqsiz. Bu ishlar bora-bora yaxshilab ketadi deb. Ya'ni Allah razı olsun, yaxshi qilyapsizlar degandek so'zlar bilan yana biz ilgirlayapmiz shu. Bizning asosliq meningki shaxsan asosliq ilgirilishimdiki yoki bir qo'limdan kelganini qilay deb kech kunduz nim qilishimdi, xizmat qilishimdiki sabablarning birisi shu. Ammo ayliq ba'zi insonchilikda inson charchab qoldi ekan-ku. Chunki oilamiz hujum qildi ekan Xitoyning odamlar to'g'ridan. Odatda haftada bir qitim yo ikki haftada bir qitim sizlar bizga hujum kelib turdi. Unda baqidi, bunda baqidi saqlab o'sib qopti deydi, yo biri urib qopti, yo semiz bo'lib qopti deb har xil gaplar chiqib turgandan keyin ikkisi tampon bo'lmasa, xalqning qo'llashi bilan dushmanning hujumini biz besib kelmasak, chekinib ketib qoldik ekanmiz. Xitoy bundan foydalab qadamni chekinib ketaylik. Iroda. Unda hozir Facebook'dagi hujum qilganlarga men qarab qo'yman. Mana kildo ba'zi intayin g'alati nikaslarni yozganlar bor. Menik yazganım yoki mening dedim balki qattiq mos kelmaydigan. Ashtaqa tekshirib baksam, bu kishilarniki ya o'zining ismi bilan tizilmatgan emas, g'alati bir ismi bor. Endi o'zining kimligi to'g'ri hech qanday narsa yo'q yoki bir parcha ismim yo'q. Ishlardi. Ba'zida gumonlanib qolaman men. Endi bir narsani hozirdan boshlab his qilishingiz kerak, tunib ketishingiz kerak. Siznikidek manda xizmat qilayotganlar uchun bu sotnikidan hujum, manda bir narsalar sizlarning madaniyatga aylanib qoldi. Har kun bu hayotımızdan bir qismi. Ashta bo'lib qoldi. Buni saqlanib olmaydi. Shu ideallik bo'lishi kerak. Ondan keyin ashta sharoitda, ashta muhitda endi davom ishini almashtirib ma'nolaydigan bo'lishi kerak. İnsan o'zini boshqalarga to'g'rilab yashayman desa, uni qilib olmaydi, mumkin emas. Allah insonlarni intayin bir-biriga o'xshamaydi qilib yaratgan. Shunga siz ishni haqqancha 100% to'g'ri qilsangizmi, yine sizinki qilayotganingizni qo'llamaydigan, qarshi turadi, oyoqlarni qarshi turadi odamlar chiqadi. Ashta boshqa ideyalar bo'lishi kerak. Muhim narsa o'zimizga tarafdan yuqori qo'yib, andan keyin o'zimiz qatqarishni to'g'ri qilyapman deganga ishongandek darajada qilsak bo'ldi ishni. Ashta qilib undan keyin chiqib qolgan ashmash tanqid, hujum bu narsalarga parvo qilmay ketaveramiz. Unda qilmasak biz hargiz o'zimizni boshqalarniki orzusini to'g'rilab yashay olmaymiz, mumkin emas. Ondan xil arzusi bor. Albatta men degan ishni hamma to'g'ri qilsangizmi, yana sizdan norozilik odamlar chiqadi. Men bir umr yashab kelgan odam. Mening kelmagan qalpoqlarim oz, hamma qalpoqlarni kaydim, Xitoydami kaydim, Uyg'urdami kaydim degandek. Mening yashagan yo'lim shu. Oldindan o'zimni baxtlarni yuqori qo'yib, qildigan ishni undan tanlayman, undan keyin ishni qilib ketaverman, xafalandim deyishga qarim yo'q. Mushtaq qilmasak bu zada bir şey qilib bo'lmaydi. Bugun o so'zlarni demasligim kerak edi, ammo shu tema shunga qilib qoldi. Chunki ko'nglimiz yerim bo'ldigan ba'zi ishlarni yuz beryapti 2-3 kundan beri. Xitoyning odamlari oilamizga, masalan, Bishkek oilalarimizga mavjudda shaxsiy hujum qilyapti endi. Shuning uchun kallamni shu gap qilib shuni so'radim va sizlardek olimlarimizningki bizni qo'llab ishxonalarimizga kelib yaxshi qilibsiz deb qo'yishi biz uchun cho'ng-cho'ng. Shuning uchun men undan ta'sirlanib nim qildim. Chunki boshqa millatlar yomon cho'ng bo'ladi aslida. Bizni biroz qadrlash tugan bo'ldik-a. O'tganlik programmani men ishlayotgan masjidki boshqalar ko'rdi-ku bizning programmamizni ko'rib. Men dedimki bu bizning olimimiz NASA'da ishlaydi. Voy sizlardan NASA'da ishlaydiganlar bormi? Deb bizda bor. Deb suratlarni ko'rgandan keyin ular bizdan bek faxrlanib ketaverdi. Voy darhol
bizni Uyg'ur demay Türk vaqtida. Bizning ichimizdan mana bundaq adamlar chiqadi ekan bu deb. Demak, bizda shu o'zimizning olimlarni qadrlamaslik bilan qo'llash masalalarininki hozir yaxshi bo'lyapti, ammo bundan keyin taxmin bir to'g'ri yo'lga tushib ketsa degan maqsadda bu. Endi bu yerda bir tüp ish bor. Buni hammadan tushunish kerak. Sizniki bu ishlarni qilishingiz millat uchun xizmat qilyapsiz. Shundaqla Uyg'ur ziyoli uchun xizmat qilyapsiz. Nimishqa desangiz, siz o'zingizniki bir oilani beqib, turmushingizni qamdab, yana maoshlarni bir xolisona xizmat sifatida tarqib qilyapsiz. Bu ishdan siz hech qanday kirim topmaysiz. Odatdagi studiolar ommaning ko'ngilchiga oid bir narsalarni ishlaydi, ammo orliqlarga ilon bir nimani qilib pul topadi ular. Siz buni butunlay haqsiz qilyapsiz. Andan keyin garchi sizning programmangizga chiqqan ziyolilarga yordam qilayotgandek qilgan bilan amaliyot unday emas. Amaliyot siz ularga yordam qilyapsiz. Ularga mana shunaqa so'rang, uni men bor endi. Men bor uni harakatim deb kelyapman. Shunga siz bizniki bilimimizni xalqqa yetkazadigan mana bir sharoitni yaratib qo'yapsiz, fursat yaratib qo'yapsiz. Shunga ziyolilar sizga rahmat desak bo'ldi. Bu bizning xizmatimiz, ammo mishadimon kalom bir narsa kelib qoldi, so'zlarni kesib qoldim. Masalan, bir qancha kundan beri masalan odatda bu mening xizmatim, ziyolilar bo'lsin, olimlar, ziyolilar, siyosiy rahbarlar bo'lsin. Ba'zida buningdan bir yardım olamdiganda deydigan bir gumoniy narsa chiqib menga xabar etdi. Men programmamda nim qilgan, ziyorat qilgan har qanday bir odamdan bugungacha bir mo'chan iqtisodiy yordam olib boqmadim. Men shuni guvoh. Olib boqmadim. Men shuni guvoh, men deb mayli qurultay rahbarlari bo'lsin, mayli Turkiyadagi tashkilotlarning rahbarlari bo'lsin, mayli surgun hukumat rahbarlari bo'lsin, mayli kim bo'lsin, bugungacha ziyorat qilingan tashkilotlar va shaxslar to'g'risida undaq bir narsa. Chunki deb qo'ymasam, yaqin kishilarmi shubaga tushib qolib, nima ochiqlim bermaysiz deydi ekanda. Chunki bu munosabat bilan men shuni jamoatga deb qo'yay. Faqat shu yenimizdagi bir qancha qarindishimizningki iqtisodiy yordam bilan o'zining qo'llashi bilan bu ishg'ollarni ilib, oylik to'laymiz masalan bu ishg'ollarni. Shundoq ketyapmiz inshaalloh. Yani bu bizim nimimiz, bizga maaş bermisizmi? Biz bunu adaqçı qilamiz deb, çünkü bu orqali jannatga kiramiz deyman. Bu xizmat orqali. To'g'ri. Mushta bir ish qilsak, Alloh bizning amalimizga shuni yozadi. Shu orqali shu jannatga, shu Allohning rizoligiga erishib olsak ne güzel deb men uni o'ylayman. To'g'ri. Ammo u sizlarga yordam qilib, ya'ni ziyolilarga, olimlarga yordam qilib uni o'ylamaymiz. Bu bizning xizmatimiz deb o'ylayman. To'g'ri, o'shna u tarafim bor, lekin mayli fanniy dunyoda bo'lsin, mayli diniy dunyoda bo'lsin, bir odamniki mangu yashashiniki 3 yo'li bor. Buni men bir necha o'rgandim. Buniki birinchisi boshqa bilim berish, ikkinchisi farzandni yaxshi tarbiyalab, o'zi qilayotgan ishga varislik qildirish. Masalan, bir odamniki insonlar qalbida mangu yashashi. Uchinchisi saxovat ishlari. Yani sizin maqbul qarashingiz saxovat ishlariga kiradi. Garchi siz pul taqib bu dars qilmaganingizga bilan o'zingizdagi vaqtini, zehnini, osh narsalarni taqdim qilyapsiz millat uchun deb. Shuning buniki intayin qiymati yuqori. Alloh ajringizni aslab bersin. Allah razı olsun. Qarindishimizning qo'limi telib ketdi. Albatta buni shu aqasondan öğrenişimiz gerek oldu, yani bu hizmet usullarında sizlerge yetmesek mi? İnşallah terişimiz. Doğru. Hani bolsa siz mu kabayetlerimiz başına gidip verip açmışa tekliflerini verdim. Arlap özünüze kadar fikir yapın. Bu bakmış yapılıkla terakka alada inten köp bunlar. Biz kandırak git barmayız da. Ben kandırak kıvattım ha. Ben kandırak kısa ma programı takım yaxşı alayım da. Bazılarda Facebook'ta asıl sual sorup koyuyorum vallahi cevap verdi. Aşu degen intay kıymetli narsa şu. Bir kere geldi ama özümüzdeki nime adam özü en yıkıp yıkılan adamdan en samimi tekliflerden ağıl oldu. Mesela soraş arkalık tekliften edip şu arkalık takımı korku aşınızı yaxşılap kılsanız
programın süpütümü üzüldü. Sizge mi paylı kandı. Takım kesilişki mi paylı kandı. İşte oldu. Allah razı olsun. Siz bu Gollandiya kelle, Gollandiyadaki kıyırındaşlarımızga bir gep yürek sözleri var mı? Çünkü onlar görüşeli, Nurgul'da görüşemeyiz. Şu, bu kadın ötke ve işkizini aldı bir kadın kelgen. Bu kadın kelgen çağda moşundaq bir təsirlenip, hayacanlanıp qaytqan bir yerden. Bu yerdə dostlarınki mehman dostluğa qatarışıq. Bu kadın bunu da eşkətdə eşkini aldı ki. Çünkü hoş buldum. Eğer başta kütüp tutsam ben pat kep durmayın. İnşallah Allah razı olsun. Andikin sizler köpten köp rahmet. Ben şunçalık suyundum. Minnettar. Sizlerden de minnettar. Allah razı olsun. Undaqda müşahede ayaqlaştırsak çünkü vaktimiz intayın kız, aziz qeyrindaşlar inşallah yani şundaq alimlerimiz, rehberler Gollandiya kelgende biz her zaman ilacı ba şularni yaxshi kutib olsak deb o'ylaymiz. Yanilam cho'nglarning tajribasidan izidan mana shu to'g'ri keldi. Uning uchun yana keyingi programmalarimizda davomli ko'rishimiz. Hammangdan Allah razı olsun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.